Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Va nihoyat mana Marg'ilon shahriga keldik. Marg'ilon shahrini Bahrin degan joyda. Lenin yo'lida hisobda. Mana shu yerda mana hozir natujni patologlarni sotyapmiz. Qishki kunida mana pechkalar uyga tayyorlab qo'yilgan. Toqish uchun pechkalar yonyapti. Issiq hech narsa bo'lmaydi bu narsa. Kачествоsi o'ta zo'r. Hozir tortilish jarayonlari ketyapti. Pechatlarimizga mana baho berilgan ajoyib ideal holatda. Hozir yana tortilgandan keyin ajoyib chiroyli holatda chiqadi. Yarki bo'ladi yana ham. Eski mana tay holatini ko'rsataylik. Bu yerda hozir gipsogardonni figurasiga qilingan. Hozir buning ustida salafanlar turibdi. Salafanlarni hozir montajdan keyin ishilib yuboramiz. Mana ham pechatlarimiz ajoyib chiroyli holatda chiqadi. Bu xullas diod qo'yilmaydigan holati. Bunga diod qo'ymaymiz. Diod qo'ymasdan ham tiniqligini hozir ko'rasizlar. Ajoyib ideal holat. O'zi pechatni o'zi diodsiz ham o'zi tiniq. Chiroyli chiqadi. Diod qo'ysangiz yana ham boshqacharoq ajoyib yarqiroq chiqadi. Qadrli obunachilar, mehnatimizni qadrlagan holatda layklarni bosib turinglar. Yana yangi videolarni, ish jarayonlarini video qo'yib chiqaraman. Hozir mana tortilish jarayonlari ketyapti. Bu mana garelkada qizdiriladi, yaxshilab qizdirilganda bu narsa cho'ziladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Mana salafanlari va nihoyat shilinyapti. Ahamiyat beringlar. Mana pechatlarimiz o'ta mana tiniq ideal holatda. Yaqinroq bilan video qilaman. Mana hozir qishki kunda totilyapti. Havo juda ham sovuq. Bemalol qishda patologlar tortib, bahorga tayyor, malyar kishiga tayyor qilib, bu yerda bahor ish boshlasa bo'laveradi.
Qadrli obunachilar, mehnatimizga like bosib turinglar. Hozir bu videoni bitgan jarayonlarni davomini ham chiqaraman. Davomini kuzatishda bizni kuzatishda davom eting. Hozir buni keyingi qismlarini keyingi videolarda qo'yaman.